Qashqadaryo bilan Surxondaryo to'y masalasidan Samarqandga bachchalarni urgan, ko'p pulni olgani uchun. Короче, kechagi videoga butun viloyatlardan yozdi. Boshqa viloyatlardan, Samarqand, Buxoro, yomon ko'p joy, Toshkentlardan yozdi. Haqiqatdan Qashqadaryo, Surxondaryoga to'yga borganimizga, bundan 20, 30, 40 yil oldin borganimizga ham yosh bolalarda ana shu to'yga pulni sochsa, kattalar pulga egilmas edi, yoshlar terib olar edi deb. Spot xalq to'g'risini yozadi. Haqiqatdan Denov, Termiz, kecha Termizga bir to'y bo'lyapti. Shunchalik ko'p pul sochilgan. Biror dona katta odam yo'q shu pulni nima qilgan, olgan. Hammasi mayda-bachcha, hamma davrani bo'shatib beryapti, mayda-bachchalar terib ketyapti. Hammasi. Surxondaryo ham, Qashqadaryoga ham xuddi shunday. Mana shunday ko'zi to'q jamiyat, millat bo'lib yetishish ham bu juda katta saviya, juda katta mehnat.